Nima bo'ldi? Onalar mana Pazdarg'omdan İbrahim Palonga 3 milyon zot qo'yilgandi. Unga doir boya bu Palonga erkak kurashdan hech kim chiqmagandi. Palon talab qilyapti. Botir Palon O'g'daryodan pul. Olishsan Allah omadingni tez qo'rmoq kerakni. Ikkalangni bu zotlar bir oy ishlaydi. Tez qani. Mayda, qarang bu Hasan aka. Keyin bo'ldi, evoqash. Faqat qarang. Mana oldimda kurashmasini to'liq tashlayman katta polvonlar davraga. Bitta duo qilinglar shu 81-yil aka xontalari nomidan. Shu 81-yillarga ham shu farzandlari jahon olimpiada chempion bo'lsa, akalarga bitta qarsak bo'lsin 81-yil akalarga. Voy sarka ham qo'chqardan katta ekan. Do'mrat polvon, Sulton polvon. Nima bo'ldi So'hrab? So'hrab nima bo'ldi? Rıza polvonda 250 bizim zotini ters, uni. Hasan aka ayting. Sulton akamiz Navoiydan Dilmurat polvon o'zimizda Ishtixon Chaqardan polvonlarning zoti 500 ming so'm olishadi polvonlar. O'g'illar, tovoq tashlayapti. Azim aka Muhammadiyev nomidan 100 dollar, Baxtiyor Odilovdan 100 dollar o'g'illar. Bu zot tashlanyapti mana. Kim kelsa mana men ikkita joyga tashlayapman mana. Men ikkita polvon oldi. Mana kim olsa mana 100 dollar ikkita tovoq. Qo'llaringda tursin. İstəməsəm əsli sürü vermə. Mənə çəkib oturtdur, Olxam. Mənə Mırcalav'ın üstüge Mırcal polvandı. Muhlisi 100 bin koyarak. Diya dükkanımızda Mırcalav'ın muhlisiyken 100 bin koyuyor Mırcalav. Ben şimdi o koşmayın. Tamam. Aziz polvon ki, Aziz polvon ki, men oldimga ki, Aziz. Oqim Boboyevdan Aziz ki, men Hasan 376 Damas, 376 numarlı Damas egasi olsin. İbrahim'de Botir polvon qani O'g'daryo Botir polvon ey. O'g'daryodan Botir polvon. Behruz polvon qani? Samardin bitta parashla. Kamron polvon qani bittadan Kamron bitta parashla Kamron. Lekin ismi Oy keyinlar qani? O'g'aylar. İştinglar bunday. Maner borku, bittaniz qarab, bir borku uymalab qoldik. Bitta joyda hamma har joydan o'qib, men o'zim chaqiraman, qilib turshamsa jo'nataman. Chiqmani, buni chekelga o'tiribdim, men o'zim aytaman. Bitta papara qilashtirsin hozir. Uchun o'g'aylar mana
Ağdara'dan Doktor Polvon. Çap qo'limda. Pazarg'omdan Ibrohim Polvon. Bu polvonlarga Jovonni musofir yurtda yurgan Eldor aka xonadasi nomidan 3 million so'm. Shu Eldor akamizga ham shu Allohim qo'chqordek o'g'il berib, shu farzandlari jahon olimpiada chempionlari bo'lsin. Shu Eldor akamizga bitta qarsaqlar bo'lsin. Bu polvonlarni olishtiradi Asror polvon. Ey, mehmonni zotini bering 500 ming so'm. Ey, 45 yoshda hal olishyapti. Bizlar 45 yosh odamlar yotdi yani ko'tarib. Nima bo'lyapti? Sarvar yetsin chiqib ketdi-ku. Ey, azamat, ey. Andijon azamat qani? Muxtor polvon hoppa havoli tog'alar, ey. Shu Muxtor polvonga, Muxtor Jamshid polvon o'l bitta qarsaqlar bo'lsa, bitta chiroyli zotini bering. Erali, bering. Chiroyli zoti, juda chiroyli brosok bering. Nech pul bersangiz arziydi. 500 ming so'm bering. Ke, Sarvar qaydasan? Ke, Sarvar Shomurodov. Mirjalol qani bu? Sizlar zotlan qani? Kim? Kim olib qo'ydi egasi? Ha, egasi olmaydi. Egasi sizlarga beradi, beraman deb to'y qilyapsizlarga. Olaman deb to'y qilgan yo'q. Mirjalol Ilhom, kel bu yoqqa, Ilhom. Dollar deb haydab berdingmi deb xavotir olyapman men. Kel bu yoqqa. Bo'lmasa olishmi? Bolalar chiqmamatalarga. Yakishkelar. Doktor. Aka mashhur. Ha, sen yerda ishlashing keraksan. Yetti oldu. Ha, palon. Sen oldur aga, darallar. To'xtasini o'tkazaman. To'xta. Chiroyli purvon. Bo'ldimi? Oyog'ingga qara botir. Var, yani bir pazar.
eshitdinglar, hozir menga qaranglar. Shundan keyin shunda mashpalolar olishib bo'ladi. Endi faqat tovoq 10 ta tovog'imiz bor. Katta palonlarga o'ziga ishongan katta palonlar diqqatiga eshitib qo'ysin. Agar eshitdinglar, mana bu tovoq nima bo'ldi? Asl nima bo'ldi? Ibrahim Polvon. Hop bag'olatda 3 million solimini bering Ibrahim Polvonniki. Qani 3 million solimi? 3 million Ibrohim. Kimda? Mana Jo'lay. To'yvonni o'zi topshiradi Jo'lay Polvonni o'zi. Bitta chiroyli gapirib, mana bu Ibrahim Polvon otangga rahmat, osh bo'lsin uka. Omadingni bersin. Toqday olishasan. Davay. Ikkalasiga akta. Samar. İkkalasini olishdidan ikkalasiga 500 ming so'm zot bor. Olishdi. Samardi. Promoy chiqmayapti-ku, 5 ta viloyatda bo'layotgan. Agar uni o'qimasa, tovoqqa olishadi, zotingni qo'shib beraman. Zoti berib, top-toza 3 million so'm. Ey og'aylar, qaranglar, ey. Bitta 200 dollarlik zot bor. Ikkita 100 dollarlik zot bor. Chiqsin, agar hech kim chiqmasa, qolganlarni rozi qilamiz degan zotlari tovoqqa qoladi. Lekin rozi qilamiz lekin. Rozi qilamiz. Shunda chiqib ketmaydi, shuncha odam turibdi, rozi qilamiz. Bitta qolgan. Mana shu bola ishtixon uchun ey 5 kilo 6 kilo ganat qilib O'zbekiston chempionatiga borib, chempion bo'lib sovrindor kelgan paytlari bo'lgan. Bir haftalab ovqat yemay chempion bo'lsa o'zi bo'laman. Shu bolalar bitta qarsak qilsin. Qani tengi chiqsin, yaxshi bitta zot qo'yaman, bitta sarkab shu balonga. Sada balon chiqarsa olishasanmi? Ishla, bo'lur. Hasan. Omadingni bersin, kel bu yoqqa. So'xrob, mana ikkalasi. Mana e'lon qilaman, mana. Ey, Chorloqdan Boy boboning Jamshid bo'lasidan sarkamini. Shu bo'lasiga bitta qarsaqlar bo'lsin, Lamshid farzandlari jahon olimpiada chempionlari bo'lsin. Sardor Polvon, Azamat Polvon. Ma, bu sarkani qara tilichkan ustida ko'rinib turibdi-da, tez. Hasan aka. İkkalangni 100 dollar zoting bor, o'qib palon ko'targan. Besing ham og'ir, jussang ham katta, palon omading deb bersa Allohim shu ikkalang olishsa 100 dollar zoting bor forma qilib. Lekin 100 dollarga olishsa ko'tkapda ishton yo'q, lekin tez bu. Ey og'aylar, Diyor Polvonga talabgor bormi? Nima bo'ldi? So'xrob. Azamat Polvonniki xo'p baholanganlar. Sardor Polvon yutib bitta sarka, ey. Bitta qarsaq bo'lsa, shu Azamat Polvonga ham. Bu Alloh Muhammadingiz bor. Kel Samarning Polvon, parang bormi? Hozir ushlamoqlar qolishdi. Ikkalangiz İlyas Damariq, İlyas Xudoyberdiyev nomidan shu polvonlarga 500 ming so'm zoti bor. To'xta. Demirjalov. Ana Sarvar Shomurodov qani kelib yoqqa Sarvar. Menga qarangizlar akalar, ukalar, endi katta tovoqlar endi boshlanyapti. Bu kirib ketganlaringiz endi to'g'ri kelmaydi-da endi. Bitta akalar. Bir iltimos sizlardan endi. Kelib yoqqa akalar, Kamron, kelib yoqqa. İkkalang olishganiga, ikkita polvon olish kerak. Sarvar Shomurodov
200 dollar zot qo'ygan og'aylar, kenglar sarvarga, ey. Bormi sarvarning parasi? Hasan aka berib bering. Ey, aziz polvonga talabgor bormi? Azizga kenglar, azizga. Azizga, ey. Diyor bor bu yerda, hali umuman zotimiz tugamaydi bizlar hali. Ey, erkin kurashdan Salohiddin polvonga chiroyli zot qo'yapti ekan. To'ybolar, Mehrimjon Salohiddin suyari chiqsa bitta Salohiddin suyari. Sizning chiroyli zotingiz bor. Chiqing o'rtaga davraga bitta ko'rinish bering. Halol baba. 250 uzat. Rakima bo'ldi, da, ohayda. Ey, mana Salohiddin keldi o'zimizni mahalliy polvonlardan, Chaqar elidan, o'zimizni ishtixonimizni polvoni. Hozirgi kunda erkin kurashdan O'zbekiston zbornik komandasida mashg'ulotlar olib boryapti. Bitta yaxshi zot 100 dollar zoti bor. Qani kim olishsa kelsin. Salohiddin polvonlar erkin kurashga faqat milliga emas, erkin kurashga yaxshilab eshitibonglar. 100 dollar zoti bor kenglar. So'rmoqki bor. Senga raqibing chiqsa olishasan, raqibing chiqmasa mana Mehriddin polvon shunday zotingni beradi. Nima bu Ilhom polvon kelib yoqqa? Ani endi sizlarni ko'rdik. Kel. Oy, og'aylar, Sherzod polvon o'zimizni Ishtixon rayonidan Balqi Borlas mahallasidan Ilhom polvon Pazarg'omdan Ilhom polvon 100 dollar zot ko'targanda Sherzod polvon da'vogar bo'lib chiqdi. Polvonlarni olishtiradi. So'hra polvon kelbeqa. Qani Allohim omadingni bersin. Olishi polvon qani. Qaraysan, halol olishtirasan. Ma. İkkalasiga olishdan 500 ming zoting bor. Nima maqsad? Nima Nimani? Polvon olishasanmi? Olishasanmi? Askalina. Ey, aziz polvonni nima bo'ldi? Nima bo'ldi ular? Ey, aziz polvonni olib kelsin. Ey, aziz polvonga da'vogar bormi? Aziz polvonga da'vogar bormi? Katta qilasan, biroq foto, seni ol. Mana bu 500 ming so'm Dolab akamiz nomidan Shayx Islomdan Dolab akamiz ustozimizning nomidan 500 so'm. Shu Dolab akamizga bitta qarsak bo'lsa, farzandlar uchun hozir juda katta komandalarda o'ynab, shu ishxonamizni yurtidan nomini yuqori ko'tarib yuribdi. Bitta qarsak bo'lsa Dolab akamizga. Mana zotini berib olma, bu juda kuchli yurib kelgan bo'ldi. Lekin oxirigacha oldi. Kechgacha turmoqda. Ularga berdik. Raja. So'rov kanalida Shayx Islomdan 1 million so'm kelgan, qo'shana kelgan Shodiyor Bahodir
Çoban qo'shyapti. Shomansur akamiz bir kun bir soat qo'shyapti. Tirkashib. Xudoyberdiyev G'iyos aka nomidan ikkita choynak bitta to'n. Bektosh Xudoyberdiyev nomidan 200 ming so'm. İlyos Xudoyberdiyev nomidan 500 ming so'm. Ishton Humo kafesidan 600 ming so'm. Azim Muhammadiyev nomidan 100 dollar. Suroj aka nomidan Pastorvondan 400 ming so'm. Burxon Yo'ldoshev nomidan 500 ming so'm. Ruslan Siddiqov nomidan blender 1 ton. Jamshid Gulasidan Chorloq Sarka Absalom Yo'ldoshev nomidan 200 dollar. Azam Bobon nomidan 300 ming so'm. Do'lar aka nomidan shaxsan 500 ming so'm. Vahab Yo'ldoshev 200 ikkita ton bir adyal. Allah'ım şu poşete tıkan akalardı, ukalardı, Allah'ım toyunlar akalar, yaş günleri kum bulsun, farzandları Johan Olimpiyada çempiyonları bulsun Allah'ım. Şu akalarga dua kılın, oğlun Allah'ım, tasvirler barakasını verirsin. Evet, nerede hali? Tavuk ko'targan palonlar turibdi-da, Mirjalol palon, Sarvar Shomurodov ki. Hiç kim kelmayaptimi? Şu palonlarga da'vogar yo'qmi? Beramiz o'qida. Sara, kel, ikkalam xafa bo'lmaysan, kel, meni olma, kel. Tavuk palonlarsiz, kel, meni olma, kel. Umuman xafa bo'lmaysan. Qarday, bir soatda bir chaqiryapman. Ikkalasiga hech kim kelmadimi? İkkalasini qo'lni qurib qo'ymaymiz. Hoji Baba, Hoji Baba, Komil Murodov nomidan qo'yilgan 1 million so'mdan ikkalasiga hech kim chiqmaguncha payini ochib 500 ming so'm sotib beramiz. Ikkalasi to'liq qolishadi. O'tinglar ekan. Ma. Talabgor bormi? Talabgor bormi? Yetkin kurashayotgan polvonlar. Akalar yana polvon qo'shana qilingan. Talabgor bormi polvonga? Buldagi bilarga 1 ton 100 million 88 ikkita tipal. Hasan 96 bir kalsiyum servis. Oybek Tog'asidan 1 litr, ikkita servis, ikkita soat 200 ming so'm. Shuhrat Jiyanidan 200 ming so'm. Mamarajab Hoji Bobodan ikkita chopon. Yaxshiboy polvondan Spatikka, Doston Murodovdan 100 ming so'm. So'hrab Qo'chqorovdan 200 ming so'm. Dilmurod Jo'rat 90dan 200 ming so'm. Mikrofonga gapirchi. Nerede? Nagense. Yürü. Hasan aka.
İbadullah Boliyev zamanından bir ton İzmir'sin pul koyulmuştu. Dedi ahir bir ton İzmir'sin pul. Sanadı dolması uçapa. Orkadra etma derbetten 500 bin son. Yangi bayda Sabır kıtırıyızlar arkadaşlar. Köşkelerde Allah'ın millerde toylar olsun, yaş bilamızın bayrakları Jahon Olimpiada çempiyonlar olsun. Olaylar! Olaylar! İştiler, takmak olanlar tıkandılar, hey! Hatta olmasın diye toprağın fakat tavuk koyardı. Yüzüge işenmeyen olanlar ki bana bir çıksın. Aslan! Aslan! Otur oğlum o yigitlarni omadini ber. Davlonjon sizga katta rahmat. Xonadoningizda to'ylar bo'lsa, yaxshi kunlar bo'lsin. Nevarlaringiz Jahon Olimpiada chempionlari bo'lsin. Katta yigitlar bo'lsin. Elimizga xizmatiga qilgan yigitlar bo'lsin. Aylantiravering. Charchab qoptimiz, charchab. Bular charchagan, otasi ham charchagan. Endi bog'onda oltda turasan ekan. Ey, olaylar bo'ldi, biya qara. Ibrohim chiqma tashqari. Endi tovuq qolishini va'da qildim, eng ko'pini tovuq qo'yman sizlarga. Chiqmadi. Kim kurashmagan bo'lsa qo'yaman. Kurashmayman. Babang oldiga o'tir, rasm tushiraman. Qarang mana menga. 1 2 3 1 2 3 yo'l o'ting. Sizdan bir o'ting. Aya, so'm tursin. O'tirgan maqla. Tursin o'zingni. Xarajat ko'p. Bu şey joylar o'tirib. 1 2 1 2 Tur 1 2 3 1 2 3 gol. Operatsiya aka, bir qarab bering operatsiya aka. Bu chiqarib ekan. Otabek bilan Sherzodni davraga taklif qilamiz. Otabek Sherzod davra Jovonjonning jo'ralarini.
Katta balonlar bitta ko'rinish beringlar. Bu yoqqa qara. Katta balonlar diqqatiga. Agar chiqmaydigan bo'lsang, bo'ldi, mayda bolalar chiqinglar, 70-80 kilo chiqinglar bo'ldi. Zotdan qo'yamiz. Chiqinglar. Ularni iltimos chaqirib kelsang, men davraga kel. Kelmaydigan bo'lsang, bo'ldi, kelib turma. Zotlarda kelganda ke zotlarni aytaman-da, yeshim. Ha, u kelmasa qaydan bilaman? Chiqar, faqat polvon chiqar. Ustoz, uni qo'rmangizlar. Keyin katta polvon. Zohid polvon, Dadaxon polvon, Johir polvon. Yeni nomini aytamiz endi, chiqinglar, Chiq katta polvonlar o'rtaga kel. Muhammad Husn kelgan. Chaqirchi vaqtida havosi bo'ldi, men endi ichim kelmasin endi nima? Asli, nima o'tirib turibsiz endi? Ayni o'tirma. Bir qator o'tir. Turmay men o'zim chaqiraman. Nomini voy o'tiraverishni. O'tir. Hatta daraga bo'lib kelgan ekan. O'tirgan. Katta bo'lib bo'ldimi, ama shu. Nega to'g'ri kerak? To'g'riga kelib hammasini qo'yaman. Zo'r bo'lgan ki. Şerefsiz. Opke, tavukla minga opke, hammasini opke. Kudalaringga tushtirib Niye qara to'xtay. Bu yerda birorta qilma, hozir o'tirmayga. Mahalliy kolonlarda bitta zotsizlardiki. Hamma xalq chiqib ketyapti. 10 ta tavog'imiz bor, o'tirasizlar. Og'aylar. Bo'ldi, bu yoqqa o'tiringizlar, akalar, Amir aka. O'tiringizlar. Davrani bosh tog'i. Damas avtomobili. To'yxona nomidan bitta qarsaklar bo'lsin. Davat, qani jonga polvon qani? Jonibek polvon qani o'zi pazdorg'om? Ishonma. Jonibek polvon qani jonga polvon? Endi iltimos chaqiramizmi endi? Muhammad kelganmi? Bugun Samarqand bilan hamma viloyat olishadi. Bosh sovringa Damas avtomobiliga Samarqand jonga polvon bitta qarsaklar bo'lsin. Samarqandda o'rnini necha yildan beri jonga polvon xizmat qilyapti. Jonga polvonga Surxondaryodan Zohid polvon qarab bichgan ikkalasi olishadi. Amin. Alloh universiteti hurmat qilasiz. Faqat menga qaranglar.
mehmonlar, eshitdinglar. Mehmonlar. Eshitdinglar, men sizlarga aytayin. Tovoqda mana masalan jonga 90 kilo, zohid bilan 140 kilo. Mana Jonibek. Yo'q, masalan deyapman-da. Masalan aytyapman-da. Men boshida ham aytdim. Tovoqqa bo'lganda bel qisishat dedim, tovoqda majbur emas. Tovoq rozi bo'lsa qishtiraman. Tovoq rozi bo'lmasa qishtirmayman. Hamma rozimi? Bo'ldi. Ko'rish. Hey, Barchat ukasini nomidan javonda Damas avtomashinasi ustiga yana 100 dollar. Bir Damas 100 dollar bo'ldi. Olchi bola, ko'rishing. Vaqt bolan uchun qo'yilibdi. Hey. O'tiringizlar. Hey, doiraga. Ikkinchi tovog'iga tuya. Katta nor tuya. Olishab biza o'zimizni Samarqand bolalaridan. Muhammad Polvon, qo'shimlar bitta qarsaklar bo'lsin. Tayyorgarmi Muhammad Polvonga? Tojikiston Dadaga Polvon to'g'ri keladimi? Keng. Dadaga Polvon keng. Sanaga boshqa qo'yamiz. Bo'ldi. Ha, Buxoroda. Bo'lmasa Dadaga Polvondan qarzi bo'lsa Buxorodan. Atalaka Dadaxonni Keng Polvon. To'xtatdir. Surxondaryo otalik Polvon keng. İkkalasini versiyon 10 kilo farqimizda to'g'ri keladi. Qo'ying. Rozimanmi? Qo'ying. tarqataman aka, to'xtab turing. Azamat. Davrani. Hey, mana uni bitta qo'shinglar. Hey, qaza apparatdan qiynaldim da bugun. İkinci tovoq ketdimi? Davrani 3-chi tovog'i. Davrani 3-chi tovog'i. Bir to'y. Dadaxon Polvon. Dadaxon Polvon, Javohir Polvon Pastdarg'omdan o'zimizni Samarqand elidan. Bitta qarsaklar bo'lsin. Dadaxon Polvon. Allah omadingizni bersin, kiyinib kelasiz. Aka. Hey, mana bu bitta qilgan. Hey, apparat oldin. Sanaga yana uzoqlashasiz, o'chadi. Mana bosh tovoqni to'xtab turinglar. Bosh tovoqdan olsin, men hakamlarga mana unga kim Davron. Mashina Kurash boshlandi. Bering menga bittasi. O'tiringlar. O'zim chaqiraman. Mehmonni bugun mezbon bilan kurashasiz hamma. Keyingi hammaga to'g'ri yetar, hammaga to'g'ri qo'yaman. Keyingi to'g'ri Alisher Bojarovning nomidan bir qo'chqor ustida 100 dollari bor. Sarvar Shomurodov kelib yoqa. Kim mehmonlardan Sarvar Shomurodovga? Mehmonlardan. Kim Sarvar Shomurodovga kel? Mehmonlardan. Jamshid kel. Surxondaryodan ur qo'l. Ur. Nimaga o'ylanasiz? O'ylanma. O'ynasang quruq qolasan tovoqdan hozir. Kel, ur. Yana qo'shaman kam desang. Rozimanmi? Sarvar Shomurodov o'zimizni Qashqadaryoda, Samarqandda, Turobga Samarqandda nima qiladi? Surxondaryodan Jamshid Polvon. Bir qo'chqor 100 dollari bor, yana qo'shamiz ekan nima bo'lsa, ushla.
Mana. Endi to'xtana. Yana keyingi tog' hamma tog'larimiz zo'r, birontasi kammat. Hamma rozi bo'lib ketadi. Keyingi tog' Bahrom To'ybolani tog'asi nomidan, Bahrom To'ybolani tog'asi nomidan bir qo'chqor $100. Sardor Polvon, Pazarg'omdan Rifat Polvon Qoraqalpoqdan To'rkilami ul qo'yindi. Bugun hamma mezbonlar mehmon kurashadi. Bor alomatingni bersin, formatga. Hozir qo'chqorlarning ustiga qo'yilgan $200, $200, endi $200 bo'lib qo'ydik. Futbol Xiyos Tag'rib nomidan bitta qarsaklar bo'lsa akaga ham. To'xtanglar, kiymanglar, men o'z chaqirib olaman. Biroq o'zim chaqirib olaman, bugun mehmon kurashadi deganman. Bemalol ko'ngli to'qilib, tog' hammaga bor. Hammaga bor. Keyingi tog'imiz Askar Polvonning nomiga to'y qiladigan Jalol Polvonning nomidan $200. Pul qaysi mehmonlardan ki? Qancha zamat qilibdi? 4 kilomi. Endi Polvon seni vesing 100 kilodan ziyod, Askar Polvonning vesi 73 kilo. To'xtabdi. O'tir kiyim. Bunday kiyman dedim-ku sizlarga men. Muhammad Obid 4 kilomi? Ur qo'limda, ikkalang tal 4 kilosan. Omadingni betida forma qilib bo'ldi, da. Kezashtimda kech bo'lyapti, 4 ta para bo'lasan. Bahodir va Xurshid To'ybolani tog'asidan qo'chqor ustida $100 bor. Ibrohim Polvon olishadi, To'rkilami ur qo'lingda. Polvon omadingni bersa forma qilinglar, to'xtab turinglar, hali yana bir. Ibrohim, chaqiramiz. Bilib oldingiz. Endigi tog' Humoyun ukan nomidan bir qo'chqor. Bunga Pazarg'om Chandin elidan Qo'chqor $100 da. Firdavs Polvon ko'tardi qo'l. Kam Firdavsga kiyinglar. Firdavs Polvonga. Kiyinglar. Ur, yana zot qo'yam. Chirab ketib ustiga yana televizor bor ekan. Ol, shuni bor. Bir odamga beringlar. Bitta olib turinglar mana bu to'ra. Hozir men qarab soatingni eslab qol. Endi yozib turibdi. Yo'lash akani To'ybolani tog'asi nomidan yana bir qo'chqor. Buni Surxondaryo Atxon Polvonga. Ke, Sherbek ur qo'yindi. O'zimizning mahalliy polvonlarga hozir shtora mahalliy polvonlarga bitta sovrinli tuyamiz bor. Uni Azamat Polvon olsidan ur qo'limda ishlasin. Bo'ldi, olishdan bor almashtir. Kun batar qorong'i. To'ybolar mana televizor, bitta tog'. Kun batar qorong'i. Endi nima bo'ldi? Katta polvon. Bitta televizor. Mirjalol Polvon kiyinglar. O'ylanma, ustoz, o'ylanma. Endi bo'ldi. Mirjalolga ket. Jalol urasanmi? Keyin yana bitta to'p. Admalik ki. Bitta televizor. Bitta ur. Bo'ldi. Kimslashdi.
Kim bilan kimligini yozib qo'yasizmi? Perfectum. O'quv markazi nomi. Perfectum Education o'quv markazi nomidan bir televizor Jo'lan Polon olishadi. Hasan aka ikkovini qo'ying, ikki kelib turibdi, ikkovini qo'ying. Ur. Ur diyor. Yok, endi bunday bitirsa, endi senga boshqalikdan yo'q mana to'g'ri bo'lur meni. Tugadi o'zi. Ur. Qo'l boshqa yo'q. Davlat kiribdi to'g'ri. Bu davlat. O'zi davlatdan qo'llaydi. Va qaysi qilishlar? Boy nomidan bir televizor davlat bo'lgan. Ur qo'lingga. Bo'ldi. Bolalar endi mendan xafa bo'lmanglar. Abla bespara qo'yinglar. Ha, menga qara. Televizor Smart Hamdulla Jalolovdan bir televizor olib qo'yishlar. Kim rohat qo'lingga? Burada sen tamam oldingmi? Borma olibga. Ur qo'lingga. Ur olshasin. Ur. Bo'ldi. Bo'ldi, hamma yetti chaqiramiz bo'ldingda. Hamma chiqdi oradan. Jo'lan Polonga bormi tarafga? Jo'langa. Kimga? Mirjaloldan ikkalasiga tenglar ikkita polon kurashmay qoldilar. Tenglar ikkalasiga bo'lmay kurashmaydi Mirjalol. Onu koydum. Akalar, tamam. Endi faqat katta polonga nima qilsa, bitta avtomat rahmat, chekkadan o'qlaygan, faqat 4 kishi olishadi. Davlat qayerdasan? Endi men qara, vaqt. Xotira bering televizorni. Televizor qani? Oqmola televizorni beringlar. Mana Olabek Sherbek. Kel meni. Chiq ber qizim. Ana qo'ytir. Seni parang kim? Abdumalik qanisan? Abdumalik, endi qarada chiqinglarda bir aytib formada turibsan. Ertalabdan beri kirib qayt yursan. Oxirda qo'yiladi. Zohidni jonga rahmat beryapsiz. Ey xalq, bitta e'lon. Mana shu qishloqda, mana shu mahalladan Anvar Ismatullayev O'zbekiston chempionatida finalga chiqdi o'g'illar. Shu kamizga bitta duo qilaylik, Xudoyim chempion bo'lsin. Alloh akbar. Abdumalik keldimi? Abdumalik! Formatlarni kirib kelar, kun kech bo'lyapti. Kun kech bo'lyapti, og'aylar. Ikrom aka asli Urgutdan bir sizga bir ehsonimiz bor. Keng ko'p yillar Samarqandda ori uchun Qashqadaryo, Surxondaryoda ham Ikrom polvon Samarqandda obro'ni ko'tarib bergan polvon. Ey, Og'abek polvonga bitta qarsaqlar bo'lsin. Молодец, полон. Ертеректен Abdumalik keldimi? Abdumalik! Sizlar bu tuyaniga keyin
Abdumalik. Mana olishdi. Bularni Ali Uçqun nomidan 100 ming so'm kelib qo'shildi akamizga shu Xudo taolo o'g'il berib katta to'ylar qilsin, farzandlari jahon olimpiada chempionlari bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Olsin. Televizor blokini. Televizorlar no qani. Berib ber. Mana yerda og'aylar. Mirjalol Polvonga hali da'vogar chiqqani yo'q. Mirjalol Polvon kiyinglar, yaxshi zoti bu. Polvon kerak. Katta televizor qo'yilgan. Yana qo'shamiz zotini. Kiyinglar Mirjalol Polvonga. Og'aylar, mana Ikrom Polvon davramizga keldi. Shu boy aytganda shu Samarqandning eng katta polvonlari o'ziga men degan polvon Qashqadaryo, Surxondaryoga borib, hamisha Samarqand o'rni himoya qilgan. Samarqand kelsa hech kim olib ketmagan. Bitta qarasa bo'lsin akamizga. Keyingilar. Sen parang kim edi? Ibrohim kim? Ularni Jafar Polvon Buxoroda, Ibrohim Polvon Qandarg'omdan, bulardan Alisher Xo'jasining nomidan bir qo'chqor $100 aytilgandi. $100 to'yxonani hisobidan qo'chqor Xo'jasining nomidan. Polvonlarni olishdan odim mana. Mana olishdi. Kedak. Firdas Polvon Pazdarg'on Chandiriylidan. Ro'yxatdan Jazir Polvon Alonlarga bir qo'chqoridan Bahrom to'y bolalarni tog'asining nomidan bir qo'chqor. Bitta qasab bo'lsa, o'sha to'y bolalar tog'asining nomiga ham. Endi buni ham chekka olib turingizlar. Jasur. Kelinglar, mana yerga. Mana shu yerga olishinglar. Bakavul. Kim bekor? Samar qanisan? Samar. Qayerdasan? Ke. Ma. Yo. Otadı endi. Arvarni bundan Asqarning parasi qani? Asqarga kim chiqadi? Muhammad Obid Qashqadaryo ki. Muhammad Obid qanisan? Muhammad Obid qayerdasan? Ertalabdan beri kiyinib yurdik Muhammad Obid. Mirjalol og'aylar. Bani chap qo'limda Asqar Polvon, Toyloq Olimpiya daxillarining murabbiyi, ko'p yillardan beri Urgut Mo'minobod, ko'p yillardan beri Samarqand obro'yini himoya qilib, O'zbekiston bir necha bor O'zbekiston chempioni, Osiyo chempioni. O'ng qo'limda Qashqadaryodan Muhammad Obid Polvon, hozir o'sib kelayotgan yosh polvonlarimizdan. Polvonlarimizga to'y bori nomidan $200 zoti bor.
Amin. Allohim omadingni bersin. Olishdan polvon. Bektemir, qara. O'tan yerga. Og'aylar yana bir ehson kelib tushdi. O'zimizni mahalliy nimamizdan, mana Zarban savxozidan hozir hamma tanib hurmat qiladigan Jamshid polvon nomidan 500 ming so'm tovoq kelib tushyapti. Jamshid Qassob nomidan 500 ming so'm qo'yyapti. Shu Jamshid Qassobni ham farzandi hozir yaxshi turmoqqa o'sib kelayotgan yosh polvonlardan iloyim shu farzandi ham jahon olimpiada chempion bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Bo'ldi, bu polvonlar davra bir olishib olsin. Keyin katta polvonlarni ikkita qo'yamiz. Asalagini so'ramaymi? Ha, skori bormidi? Ma'ruf Xudoyberdiyev akamiz nomidan 200 ming so'm. Sadir o'g'lidan Sanjar Nosirov hamkasbi 200 ming so'm. Abbos Igamov ukasi nomidan $50 600 ming so'm. Xaznamizga kelib tushdi. Allohim shu akalarimiz ham, ukalarimiz ham kasbda baraka bersin. Iloyim shu yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Farzandlari jahon olimpiada chempionlari bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Palonlarda qarsak bilan qolishligiga so'rab ketdi davra. Hali bir tilicha qo'chqorlarimiz turibdi, hali yosh bolalarga emas, ketib qolmasin lekin. Aka. Abdumalik polvonning qashqalar polvonining ustiga 50 polvonni 100 ming so'm qo'yishdi. Iloyim shu 50 polvonning farzandlari jahon olimpiada chempionlari bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Og'aylar hali bitta tovog'imiz ham turibdi. Mana bu So'hrob ukamiz 1 million so'm ehson qilgan shu haligi Jovlandi ukasi. Shu So'hrob ukamiz ham hozir shu Samarqandda trenerlik qiladi dzyudo kurashdan. Iloyim shu So'hrob ukamiz ham farzandlari jahon olimpiada chempionlari bo'lsin. Ukamiz ham katta davralarda olishib yurgan. Shu Xudo xolasa kelasi yil shu sunnat to'y qilsam katta kurash to'y beraman debdi. Amin. Allohu akbar. Shu So'hrob ukamizni ham kasbga baraka bersin. Sport maktabida trenlar nomidan ham $100 ehson qilingandi. Polvonlarda olishimlar qilgan. Shu maktabga ham shu Allohim kasbga baraka bersin.
Shu mablag' baland bo'lsin, shu hamisha shu to'ylarda olishib bo'lsin farzandlari shular deyman. Zandiga qara keladi. O'tgan safar ham buni uriyordingiz, to'xtadim, ishlab ketdim. Halol balvonniki. Televizor. Gap bitayding. Qodir polvon. Atxon polvon kelsinlar. Imkoniyat ber, Asraf. Bularniki, mana Sherbek polvon Nuroboddan, Atxon polvon Surxondaryodan. Mana bularni zotda. Bularni zotda Yo'ldosh aka to'y bolalar tog'asi nomidan bir qo'chqor. Amin, Alloh omadingni bersin. Halol bo'lsin. Ha, bir chakka bor. Polvonlarni bitta qo'llab-quvvatlaylik. Juda cho'zib ketyapti. Qattiqlar bo'lsin. Olsan, polvonlar, olsan. Asqar aka bo'ldi endi. Jovlandi Islom ukasi nomidan 200 ming so'm, Mirkomil jiyan nomidan 300 ming so'm. Shu kalamizda ham shu kasa baraka bersin. Allohim farzandlari jahon olimpiada chempionlari bo'lsin. Amin. Allohu akbar. To'xtang. Ozod polvon erkak kurashdan O'zbekiston chempioni. Bitta tovoq qo'yilyapti. Unga talab chiqyapti. Ma'ruf polvon Ishtixondan. Ikkalasini zoti 400 ming so'm. Lekin sen bularni olshtirasan. Olsan, polvonlar. Hasan aka, toppa toza halol Ay, O'zbekiston chempioni polvon bir qasalar bo'lsin. O'tiring. Va polvon, ani o'tiring, ani o'tingizlar, vaqt borasiz sizga. Halolmi? Bitta televizor davlat polvonni yutdi. Polvonni zotini bering televizorini, halol ber polvonga. Otasiga rahmat polvonlarni.